eng katta o'g'ri bu vaqt o'g'risi. Mana shunaqa o'g'rilardan bittasi bo'lganman. Aytilgan joylarga har doim kech qolib borardim. Vaholanki, kerak bo'lsa erta uyg'onganman, erta tayyorgarlik ko'rganman, lekin ichimdagi o'sha nafs hali ulguramiz, yetib borasan, taksi boru deb ushab turardi. Shuning uchun mana hozirgi yoshlarimizga ham nima demoqchiman, maslahatim umuman yoshlarga emas, hammamizga maslahatim, aytilgan joyga, aytilgan vaqtida borishga harakat qiling. U o'zbek qonimiz degan u, masalan, to'yda ham 7 ga aytilgan bo'lsa, 8 ga bemalol yetib boramiz. Yo'q. To'yga ham agar kerak bo'lsa 7 da aytilgan bo'lsangiz, 6:50 da borib o'tiring. Aytilgan joyga shu 10 minut, 15 minut, 5 minut oldinroq kirib o'tirsangiz, sizga baribir bo'lgan hurmat boshqacha bo'ladi. Shuning uchun odamlarni vaqtini o'g'irlamang. Ayniqsa yoshlar. Hurmat shunaqa qilib albatta qozoniladi.